Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana 6+ Marg'ilon toshlig'idan ukamiz Iveco'larga 152 hissali aralashtirib o'rnatib berganmiz. O'ta ixcham qilib mana. 152 chiroyli qilib, pomni hamma zashtalargacha qilib, komandirashni qilib, 10 trubkada pirsa bir uradigan, buni ham ikkitadan reduktor qo'yganmiz mana. Bitta reduktor qiynalib 460 ta, ikkitadan reduktor qilib, buni apshikaga bitta sho'ribsiz qilib, hammasini chiroyli qilib berilgan, xudo xolisa. Mana yondan ko'rinish holatlari. Bu yondan ko'rinish holatlari. Mana oyoq qo'yib chiqadiganlar hammasi o'ziniki zavodskiy sputenkalar bilan qilib chiroyli qilib berganmiz. Mana bu holatlar ko'rinishlari. Hammasi ancha ichkarida. Bunda qaragandan bilinadi. Kirlodan ham ichkarida mana. Kirlo hech qanaqa sinjitilmagan. Hammasi o'ziniki turgan, ixcham qilib 152 hissani aralashtirib qo'yib berganmiz.